Xo'p, bugungi obzorimiz forma emas, oq xalat. Ya'niki vrachlar uchun maxsus amerikanskiy formalarda oq xalatlarni bo'lgan obzor qilamiz. Bu amerikanskiy xalatlarda murskoy variantida sal kengroq, sal uzunroq bo'ladi murskoy variantida. Hozir meni razmerimni hisobga olib qo'yasizlar. Amerikanskiy razmerda MK, ya'ni 46 razmer kiyganman. Keyin yana bitta asosiy fishkasi bu xalatlarda asosan bo'lim boshliqlari, klinika rahbarlari yoki o'zin sohasi kuchli vrachlar oladi. Assalomu alaykum YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugungi navbatdagi obzor videomizni boshlaymiz. Videoni shu joyda to'xtatib, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va keyingi videoda o'tkazib bormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xo'p, bugungi obzorimiz forma emas, oq xalat. Ya'niki vrachlar uchun maxsus amerikanskiy formalarda oq xalatlarni bo'lgan obzor qilamiz. Eng qiziq joyi narxi oxirida aytaman. Videoda oxirigacha kuzatib boring. Xo'p, navbatdagi bugungi obzor videomizda amerikanskiy oq xalatlarni olib chiqqanmiz. Mana ustimdagi murskoy varianti, to'g'risini aytaman, murskoyda hozircha bitta fasoni keldi. Bu amerikanskiy xalatlarda murskoy variantida sal kengroq, sal uzunroq bo'ladi murskoy variantida. Xo'p, fasonlari kostyum yoqa, yuqori cho'ntagimiz bor. Bu tomonda cho'ntagini ham amerikanskiyda nimagadir kengroq olishadi. O'zimizda Toshkent fabrikasida kichikroq bo'ladi. Xo'p, endi yon cho'ntaglarimiz bu yerda ikkita katta cho'ntag bor. Mana ko'rsalarim bo'ladi. Ikkita katta yon cho'ntag, keyin qo'shimcha mana ichki cho'ntag ham bor, sal ixchamroq ishlangan. Keyin bularda bu yon tomonda shimga yoki ichki maxsus formaga narsa solish uchun, qo'l solish uchun maxsus yonga ochiq joy qoldirishgan. Xo'p, bu formalarimiz uzunligi hozir meni razmerimni hisobga olib qo'yasizlar. Amerikanskiy razmerda MK, ya'ni 46 razmer kiyganman. Mana o'zida razmerini ko'rganlar bemalol hisoblayni olaverasizlar. Amerikanskiy formalarda, xalatlarda udobniy tomoni nima? Xalatlar harakatga cho'ziladi. Misol mana bunday ko'rsalar bo'ladi, harakatga cho'ziladi. Dazmolni yaxshi oladi, ustida juda chiroyli turadi. Keyin yana bitta asosiy fishkasi bu xalatlarda asosan bo'lim boshliqlari, klinika rahbarlari yoki o'zin sohasi kuchli vrachlar oladi. Nimaga? Endi to'g'ri tushunasizlar, vaynilada pagon bo'lgandek, bu xalat tibbiyot xodimlaridagi pagon vazifasini qiladi. Bu videoda nimalar hamshiralar qolganlar noto'g'ri tushunmanglar, chunki maxsus vrachlar uchun kelgan bu. Xo'p, endi buni hamshiralar kelsa muammosi yo'q. Buni ham aytib qo'ying. Yana mana kommentariyada so'kib, bu narsa qilmanglar. Inshaalloh kimga ma'qul kelsa biz kimga bo'lsa sotamiz. Hech qachon odam ajratmaymiz. Endi murskoy variantini aytdik. Endi jenskiy, ya'ni ayollar uchun. Hozircha murskoyga bitta fasonimiz bor, jenskiy ayollar uchun 3 ta fasonimiz bor. Bu birinchisi, hozirgi kunda yaxshi sotuv bo'layotgan, keyin birinchilardan kelgan oq xalatlarimizdan bittasi. Bu kostyum yoqa, yoqalarini ozgincha tumaloq qilgan, oldi tugmalik, keyin bularda ikkita yon cho'ntag bor. Keyin bunaqa kichkina cho'ntagchalari ham bor bu fasonimizda. Keyin yenglariga ham juda chiroyli kantovkalar qo'ygan. Xohlasangiz buni qilib buklab olsangiz bo'ladi, xohlasangiz buni qilib ochib olsangiz ham bo'ladi. Bu o'zingizning xohishingizdan kelib chiqib bo'ladi. Xo'p, bu xalatimiz sal ixchamroq olgan buni bo'yini, keyin buni orqa tomonlariga mana belbog'li fason qilib qo'ygan ekan, mana uje ajratmagan. Orqasida adres deymiz, mana maxsus adreslari ham bor. Bu ko'proq ayollar uchun. Bu mana amerikanskiy mana firmasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi xalatimiz bu ham amerikanskiy bo'ladi. Xo'p, bu yerda bitta yozuvini olib qo'yaylik, narxini ko'rib qolishar ekan. Xo'p, bu xalatimiz mana qarang, amerikanskiy degan bitta zo'r tomoni, deyarli Toshkent fabrikasining xalatlarimizda hozircha bu fason yo'q, hozircha yo'q. Inshaalloh chiqarishadi. Qaranglar, yoqani stoyka qilganda juda chiroyli qilgan, skromniy qilgan, anaqa tikka qilib, buklab qilinmaganda o'zidan yoqa chiqarib qo'ygan. Tugmalari ham juda chiroyli qadalgan. Skromniy oppoq. Keyin buni ikkita yon cho'ntagi, qaranglar, amerikanskiyda cho'ntag ko'p narsa solib yushadi shekilli, cho'ntaklari ham juda katta. Ikkita yon cho'ntag, kostyum ham sal kostyumga o'xshab sal ixchamroq olgan buni. Keyin orqa tomonlari ham mana o'sha belbog'da fason qilib tikib olgan. Bunda ham adres bor. Yana plus tomoni, hozirgi kunda tibbiyotda, ya'niki davlat ishxonalarida majburiy qilinayotgan oppoq, hech qanaqa kantovkasi yo'q. Yana bitta bu plus tomoni, faqat oppoq. Chunki sababi ko'p joyda hozir xalatlarda pushti yoki qanaqadir kantovka qo'yilgani kidirishmayapti. Shu sababini ham aytib ketaman. Keyin uchinchi jenskiy oq xalatimiz bu ham amerikanskiy, kostyum yoqa. Bu fasonimizni ham yaxshi sotdik. Nimaga? Bu kiyganda kostyumga o'xshab turar ekan, juda chiroyli turar ekan. Qizlar, ayollar, vrachlar, hattoki studentlar ham yaxshi ko'rib olishdi buni. Kiyganda kostyumga o'xshab, qaranglar, kalta uzunligini ko'rsalarim, menda ko'rsalarim bo'ladi. Bu ayollar uchun, erkaklar uchun emas. Men ustini qo'yib ko'rsatyapman. Buni yenglari
Yenglar uzun chiqqan bularda ham. Bunda yangi fason yo'q, обычный qilgan. Buklavasingiz ham bo'ladi. Ozgina chok qilib fason qilib qo'yib qo'ygan. Bunda kichkina yuqori cho'ntagi bor, yuqori cho'ntak, ikkita yon cho'ntagi bor. Yoqasini aytdim, kostyum yoqa, keyin yenglari uzun, keyin bularni orqa tomonda mana belva qo'ymagan, skromniy tekis qilib tikib qo'ygan. Xo'p, firmasi mana bunda boshqa. Ya'ni etiketkasi bunda boshqa bo'ladi. Hozir men sizlarga uni ko'rsatdim, yana 3-etiketkasi mana. Buni ko'rmadinglar. Uje hozir ustimda xuddi shu firmaning Murskoy turibdi. Xo'p, bularda ham plus tomoni materiallar harakatga cho'ziladi, dazmollar yaxshi edi, ikkiga ancha-muncha g'ijim bo'lmaydi. Razmerlari hozirda bular 4 talik razmer. 44, 46, 48, 50 bo'ladi razmerlarimiz. Xo'p, narx masalasi bular Amerikadan kelganligi uchun, materiali yaxshiligi uchun, fasollari boshqa uchun bizni o'zimizga narx qimmat chiqqan, o'zimizcha narx baland qo'yib olmaganmiz. Narxni aytishdan oldin buni aytib qo'yay, lekin qiymatni berdim. Amerikanskiy harakatga cho'ziladi, dazmolda yaxshi oladi, asosan vrachlar oladi. Bu xalatimizni hozirda sotilish narxi 1,4 million so'm. Kimgadir bu xalat zarur bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, kimdir qiziqib so'ramoqchi bo'lsa, maxsus nomerlarga telefon qilib so'rasalar ham bo'ladi. Biz operatorlar telefonda shuni ma'lumotlarni berishadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, maxsus nomerlarga telefon qiling yoki Instagram, Telegram adminlariga yozing. O'zbekistonning barcha viloyatlariga pochta orqali chiqarib beramiz. Hozir kommentariyada o'qiyapman, bir savol juda ko'p bo'libdi. Bu do'kon qayerda o'zi? Do'konimiz Farg'ona sentrda do'konimiz. Farg'onadamiz, lekin boshqa viloyatlarga ham pochta orqali chiqarib bersak bo'ladi. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Agar kimdir Andijon yoki Namangandan bo'lsa, do'konga kelib xarid qilsalaringiz ham juda udobniy. Sababi siz internet orqali 10 xil, 15 xil fasonni ko'rishingiz mumkin, lekin do'konga kelsangiz 50 xil, 100 xil mahsulotlarimiz bor. Bemalol bizga masofasi yaqin odamlar kelsalar ham bo'laveradi. YouTube kanalimizni kuzatib boring. Keyingi videoda inshaalloh sizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni obzorini qilib boramiz. Sog' bo'linglar. Qandaydir forma yoki oyoq kiyim, nimadir sizga qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyada yozing, o'sha mavzuda olib chiqamiz. Sog' bo'linglar.